Assalomu alaykum yurtdoshlar. Ancha bir og'ir, odamni tushkun ahvolga solib qo'yadigan bir ashula e'lon qilindi hozir Negativ kanalida. Uyg'urlarni qamoqda yotganliklari, konslagerlarda azoblanayotganliklarini o'zida aks ettirgan bir klip. Bu ashulaning so'zlari o'sha qamoqda o'tirgan shaxs tomonidan yozilgan ekan. O'z vaqtida o'zi Uyg'urlar mavzusi internetda, BBC, Amerika ovozi va boshqa yerlarda e'lon qilinsa videolar. Iloji boricha shaxsan men ko'rmaslikka harakat qilaman. Chunki u yerdagi ahvolni ko'rib, bilib turibmiz. Og'ir u narsani yana qayta ko'rish. Nimaga desangiz, yordam berish qo'limizdan kelmaydi. O'zimiz bir achinarli ahvoldamiz. O'zimizni ko'rgan maymunlar holimizga yig'layapti. Biz Uyg'urlarga qanday yordam beramiz hozir? Achinib ketasan, biz o'zimiz bir ahvol, u yoqda yana bir bo'lagimiz shu ahvolda. Ya'ni qanday mablag' tomonlamayan, boshqa tomonlamayan o'zimiz bir ahvolda yotibmiz. Ne bir kuchimiz bor, ne bir qudratimiz bor. Ko'rgan odam ahvolimizni ko'rib yig'laydi. Shunaqa gaplar. Bu yoqda Uyg'urni masalasini bejayapti Xitoylar, bu yoqda bizni Turkistonni maza qilyapti Xitoylar ish qilib. Yani ayniqsa meni eshitib turgan xorazmliklar, eshitib oling hozir mana shu qo'shiqni. Bizni Xorazm shevasi bilan bir xil deyarli bir xil o'sha Uyg'ur tili. Geldi, geçti, ezdi degan yerlari bor, ana yavni ko'rinib turibdi hamma joyi. Mana shunaqa do'stlarim, biz bir xalq bo'lganmiz. Biz hozir biza yashaydigan yerlar oldin Turkiston bo'lmagan. Oldin o'sha yoq Turkiston bo'lgan. Chunki barcha turkiy qabilalarining yurti o'sha tomonlarda, Uyg'urlar yashayotgan joylarda va undan teparoqda Janubiy Sibir, O'rxun Enasoy daryosi bo'ylari, Irtish daryosi bo'ylari, Xakasiya, Oltoy o'lkalari, mana shu bizning ota-bobolarimizning yurtlari bo'ladi. Keyin kelishgan turkiy qabilalar bu yerga. Undan oldi bize hozir yashayotgan G'arbiy Turkiston deb aytiladi. Tarixiy manbalarda bizning hozir yashayotgan joyimiz Sharqiy Turkiston, Uyg'urlar yurti. Undan oldin G'arbiy Turkiston hududlarida, ayniqsa bizni mana shu Turonimizda Massaget, Sak qabilalari, Baktriylar, Xorazmiylar, Qang'arlar, ya'ni Toshkentliklar, Dovonliklar, ya'ni Farg'onaliklar degan qadimiy ellar yashagan. Bu bizning etnogenezimizda, milliy shakllanishimizda hozir rol o'ynaydi bu xalqlar. Qandaydir gen bo'yicha, lekin ularni tillari saqlanib qolingan emas, o'lik tillar hisoblanadi. Mana shu men sanab o'tgan xalqlarning tillari biz o'sha joylardan kelgan turkiy qabilalar bilan birikib ketib tillarini to'lig'icha qabul qilganmiz, turkiy tillarini. Barchamiz qarindosh urug'miz, bir elmiz, bir yurtmiz. Qachondir biz kuchaysak Uyg'urlarni himoya qilishimiz mumkin. Uyg'urlar baribir kuchaya olmaydi ular. Ular ezilib yotibdi. Katta bir qudrat ostida yotibdi ular. Katta qudrat ostida. Qachon biz kuchayamiz? Qachon qozoq bir bo'ladi? Qachon o'zbek, qirg'iz, turkman, qachon hammamiz bir bo'lamiz? Qachon qudratli bo'lamiz? Ana o'shanda boshimizni ko'tarib gaplashimiz mumkin. Voy, Uyg'urlarni masalasini to'xtat. Ruxsat ber ularni ozod bo'lishiga deb gapirishga o'rnimiz bo'ladi. Hozir kimmiz biz? Hozir biz ana chekkada yotgan bir nima axlatga o'xshaymiz biz. O'zimiz bir ahvolda Uyg'urlarni qanday himoya qilamiz? Vaqti kelishi kerak shu narsalarni ham. Biz mana Stalin rejimidan ozod bo'ldik-ku. Kuni keladi, mana shu biz hozir yoshmiz, umrimizni oxirigacha 80 ga kirish nasib qilsin, 90 ga kirish nasib qilsin. Xudo umr bersin bizga, biza ko'rish nasib qilsin. Uyg'ur Respublikasi degan mustaqil davlatni qurilganini biza ko'rish nasib qilsin. Biz o'sha yerlarga, bayramlariga, mustaqilligini nishonlashga borish bizga nasib qilsin. Xudo xolasa shu kunlar kelishini Xudodan so'rab qolamiz. Rahmat.
bulungda Yigane men Nigarım yok Geceleri Kara bastı Tumarım yok Bu hayatın özgeye ne kumarım yok Cimcitlikte hiyal ezdi amalım yok Cimcitlikte hiyal ezdi amalım yok Men kim idim Kime buldum bilelmedim Kim gideyim Dil sözümni diyelmedim Ya feleknin huy peylini Sizelmedim Yar kışınga baray değmem arayım yok Yar kışınga baray değmem arayım yok Bir bulungda Yigane men Nigarım yok Geceleri Kara bastı Tumarım yok Bu hayatın özgeye ne kumarım yok Cimcitlikte hiyal ezdi amalım yok Cimcitlikte hiyal ezdi amalım yok Fesillerni bilip durdum bucaklardi Hiçbir haber alalmadım çiçeklerdi Bu sevginiz ötüp gitti sunaklardi Andak joy bu bararım var yanarım yok Andak joy bu bararım var yanarım yok Andak joy bu bararım var yanarım yok Andak joy bu bararım var yanarım yok